Aziz pensionerlar, bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu gap faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Gap shunday hujjat haqida ketyaptiki, uni vaqtida olib qo'ymasangiz, keyin imtiyozdan foydalanishda, davolanishda, subsidiya olishda, bankda, mahallada yoki davlat xizmatlarida ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishingiz mumkin. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'raman. Odam pensiyasini olayapti. Hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin biror joyda pensiya miqdorini tasdiqlash kerak bo'lib qolsa yoki pensioner ekanini isbotlash talab qilinsa, qo'lida kerakli hujjat yo'q. Shunda vaqt ketadi, asab ketadi. Ba'zan esa ariza muddati o'tib ketadi. Shuning uchun men bugun aniq aytaman. Pensioner bo'lsangiz, zudlik bilan pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi hujjatni va pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani olib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar albatta xavotir olishi kerak. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi xatolar eng ko'p uchraydi? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning vaqtini va pulini tejaydi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya daftarchasi, guvohnoma yoki mahalladan beriladigan oddiy ma'lumotnomalar bilan ishini bitirib yurardi. Biror joyda pensionerman desa, ba'zan og'zaki gapning o'zi ham yetardi. Masalan, ayrim dorixonalarda sanatoriyaga navbatga yozilishda, mahalladagi ro'yxatlarda kommunal imtiyozlar masalasida odamning, yoshi va mahalla raisining tasdig'i asos bo'lib qolardi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Davlat xizmatlari, bank tizimi, ijtimoiy himoya organlari, subsidiya va kompensatsiya dasturlari tobora ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanmoqda. Endi men pensionerman deyishning o'zi yetarli bo'lmayapti. Ko'p joyda aniq hujjat so'raladi. Pensiya tayinlangani pensiya turi, pensiya miqdori, pensiya to'lanayotganligi, shaxsning haqiqatdan ham pensioner maqomida ekanligi tasdiqlanishi kerak. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Davlat yordamlarini aniq manzilli qilish, ortiqcha to'lovlarning oldini olish. Hujjatlarni tekshirishni tezlashtirish va firibgarlikni kamaytirish uchun tizimlar yangilanmoqda. Lekin bu yangilanish oddiy odam uchun bir narsani anglatadi. Hujjatingiz tayyor bo'lmasa, siz haq bo'lsangiz ham ishingiz kechikishi mumkin. Men bu yerda ikki xil hujjatga alohida e'tibor qaratmoqchiman. Birinchisi, pensioner ekaningizni tasdiqlovchi guvohnoma yoki elektron ma'lumot. Ikkinchisi, pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma. Amaliyotda eng ko'p kerak bo'ladigani aynan ikkinchisi. Chunki ko'p tashkilotlar sizning daromadingizni bilishi kerak bo'ladi. Pensiya ham daromad hisoblanadi. Masalan, subsidiya olishda, kredit masalasida, ijtimoiy yordam so'rashda, davolanish uchun imtiyozli yo'llanma olishda, uy-joy masalasida, aliment yoki meros ishlarida pensiya miqdori haqida rasmiy ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Endi kimlar bu masalalarga jiddiy qarash kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, odam 60 yoshga to'ldi, pensiya tayinlandi, birinchi yoki ikkinchi oy pensiyasini oldi. U endi hammasi bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin keyin kommunal to'lov bo'yicha yordamga ariza bermoqchi bo'ladi yoki sanatoriyaga navbatga turadi. Shunda undan pensiya miqdori to'g'risida ma'lumotnoma so'raladi. Agar u hujjatni oldindan olib qo'ymagan bo'lsa, yana pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh pensiyasi qayta hisoblangan odamlar, masalan, ilgari 1.200.000 so'm pensiya olgan kishi keyin hujjatlari to'ldirilgani, ish staji qo'shilgani yoki qonunchilikdagi indeksatsiya sababli 1.1 so'm ola boshladi. Eski ma'lumotnomada esa avvalgi summa turadi. Agar u eski hujjat bilan subsidiya yoki yordamga ariza bersa, tashkilot ma'lumot eskirgan deb qaytarishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, yangi ma'lumotnomani olib qo'yish zarur. Uchinchi guruh, boshqa viloyatga yoki tumanga ko'chgan pensionerlar. Masalan, Samarqandda yashagan ota Toshkentdagi farzandining uyga doimiy yashashga keldi. Pensiya plastik kartaga tushayotgani uchun u muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin yashash manzili, mahalla ro'yxati, tibbiy poliklinika, ijtimoiy daftarlar, uy-joy yoki yordam masalalarida undan yangi manzil bo'yicha hujjatlar talab qilinadi. Bunday holatda pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot va pensiya miqdori haqidagi hujjat juda kerak bo'ladi.
To'rtinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu yerda vaziyat yanada nozik. Chunki pensiya turi ham muhim. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya bilan nogironlik pensiyasiga beriladigan ayrim imtiyozlar farq qilishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola yoki talaba uchun esa ta'lim muassasasi, bank, sud yoki ijtimoiy himoya organlari alohida ma'lumot so'rashi mumkin. Demak, hujjatda faqat summa emas. Pensiya turi ham to'g'ri ko'rsatilgani ahamiyatli. 5-guruh pensiyasini bank kartasi orqali olayotgan, lekin hujjatlarini ko'pdan beri yangilamagan odamlar. Hozir ko'pchilik pul kartaga tushyapti. Demak, hammasi joyida deb yuradi. Pul tushayotgani albatta yaxshi. Lekin karta pensiya hujjati o'rnini bosmaydi. Bank kartada pul borligini ko'rsatadi, pensioner maqomini emas. Agar sizdan pensiya tayinlangani tasdiqlang deyishsa, plastik karta yoki SMS xabar yetarli bo'lmasligi mumkin. Keling, real hayotga yaqin misol bilan tushuntiraman. Bir onaxon 50 million 300 ming so'm pensiya oladi. U dorilar qimmat bo'lgani uchun mahalla orqali yordam so'ramoqchi. Mahalla undan oilaviy daromadni tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydi. Farzandi onam pensiya oldi deb aytadi, lekin rasmiy ma'lumotnoma yo'q. Ariza yig'ilishda ko'rilmay turib qoladi. Natijada onaxon bir hafta yoki 10 kun kutadi. Agar hujjat oldindan tayyor bo'lganda, ariza birinchi kuniyoq to'liq topshirilgan bo'lardi. Yana bir misol. Pensioner otaxon bankdan kichik miqdorda iste'mol krediti olmoqchi. U har oy 2 million so'm pensiya oladi, to'lov qobiliyati bor. Lekin bank tizimi rasmiy daromadni ko'rish kerak. Ba'zan bank elektron tizimdan ma'lumot oladi. Ba'zan esa qo'shimcha ma'lumotnoma so'raydi. Hujjat tayyor bo'lmasa, kredit kechikadi. Bu kredit olish shart degani emas, men faqat hujjatning qayerda kerak bo'lishini ko'rsatyapman. Yana bir vaziyat. Pensioner ayol sanatoriyga imtiyozli yo'llanma olish uchun murojaat qiladi. Undan pasport, tibbiy xulosa va pensionerligini tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Ayolning pensiyasi bor, lekin qo'lida rasmiy ma'lumotnoma yo'q. Shunda u avval hujjatni olishga, keyin yana yo'llanma masalasiga qaytishga majbur bo'ladi. Agar navbat chegaralangan bo'lsa, u o'z navbatini ham yo'qotishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz yaqinda olingan yer bo'lsa, pensiya miqdoringiz o'zgarmagan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, elektron tizimlarda ma'lumotlaringiz to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, sizda hozircha katta xavotir yo'q. Lekin men baribir hujjatning yangilangan nusxasini saqlab qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo odatda oldindan ogohlantirib kelmaydi. Kerak bo'lgan kuni esa odamning sog'lig'i, vaqti yoki borib kelish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat ma'lumotnomaning muddati. Ba'zi tashkilotlar oxirgi bir oy ichida olingan bo'lsin deydi. Ba'zilari 3 oy ichida olingan bo'lsin deydi. Bu talab murojaat qilayotgan tashkilotga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz eski ma'lumotnomani umrbod ishlataman deb o'ylamang. Uni uyda saqlab qo'yish yaxshi. Lekin muhim, ariza topshirishdan oldin yangisini olish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ism, familiya, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlari. Hujjatdagi bitta harf xatosi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova ma'lumotnomada esa Karimova o'rniga boshqa imlo bilan yozilgan bo'lsa, ayrim tizimlar buni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Tug'ilgan sanada kun yoki oy adashsa, ariza qaytadi. Shuning uchun hujjatni olgan zahoti men doimo odamga aytaman. O'sha joyning o'zida o'qib chiqing. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, pensiya turi, pensiya miqdori to'g'riligini tekshiring. Uchinchi nozik jihat, pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa bir-biriga o'xshab ketishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan farq qiladi. Masalan, odam o'zini pensionerman deydi, lekin u aslida yoshga doir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Bu yomon degani emas. Lekin ayrim imtiyozlarda aynan qaysi to'lov turi ekanligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli pensiyani farzandi yoki yaqin qarindoshi orqali oladi. Bu holatda ham hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar farzand davlat xizmatlari markaziga borib, onasi yoki otasi nomidan ma'lumotnoma olmoqchi bo'lsa, undan ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Oddiy men farzandiman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumotlar himoya qilinadi.
Beshinchi nozik jihat elektron hujjat va qog'oz hujjat. Hozir ko'plab ma'lumotnomalarni elektron shaklda olish mumkin. Elektron hujjatda QR kod yoki tekshirish imkoniyati bo'lsa, u rasmiy kuchga ega bo'lishi mumkin. Lekin hamma joyda ham xodimlar buni bir xil qabul qilavermaydi. Ba'zan qog'oz nusxa so'raladi. Shuning uchun men amaliy maslahat beraman, elektron hujjatni ham saqlang. Kerak bo'lsa qog'ozga chiqarib oling. Telefoningizda PDF ko'rinishida tursin. Uyda esa bir nusxasi papkada tursin. 6-nozik jihat pensiya miqdorining qo'lga tegadigan summa bilan farqi. Masalan, hujjatda pensiya 1 million 800 ming so'm deb ko'rsatiladi. Lekin odam kartaga 1 million 600 ming so'm tushganini ko'radi. Sabab turlicha bo'lishi mumkin. Ushlab qolish, qarzdorlik, aliment, bank bilan bog'liq to'lov. Avvalgi ortiqcha to'langan summa. Bunday vaziyatda hujjat noto'g'ri deb shoshilmang. Avval pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki bankdan aniqlashtiring. Muhimi, sizning rasmiy pensiya miqdoringiz va real tushum o'rtasidagi farq sababini bilib oling. 7-nozik jihat chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash. Ba'zi pensionerlar farzandlari yoniga boshqa davlatga ketadi yoki boshqa viloyatda uzoq turadi. Bu paytda hujjat kerak bo'lib qolsa, masofadan olish imkoniyatlari bor yo'qligini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Chunki ayrim xizmatlar elektron raqamli imzo, My.gov.uz orqali kirish yoki ishonchli vakil orqali murojaat qilishni talab qilishi mumkin. 8-nozik jihat eski pensiya daftarchalariga haddan tashqari ishonish. Ko'p otaxon, onaxonlar eski daftarchani juda ehtiyot qilib saqlab yuradi. Bu yaxshi odat, lekin eski daftarcha har doim ham hozirgi talabga javob bermasligi mumkin. Unda eski ma'lumot, eski manzil, eski summa bo'lishi mumkin. Rasmiy tashkilot esa bugungi kundagi ma'lumotni xohlaydi. Shuning uchun eski hujjatni tashlab yubormang, lekin yangilangan ma'lumotnomani ham albatta oling. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar sizning o'rningizga farzandingiz yoki boshqa yaqin inson boradigan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'lishi ehtimoli bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha esa bolaning tug'ilganlik guvohnomasi. Vasiylik yoki ta'lim bilan bog'liq hujjatlar so'ralishi mumkin. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Siz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotnomalarni olish imkoniyati bo'ladi. Elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, My.gov.uz orqali tekshirib ko'ring. Agar telefon yoki internetdan foydalanishda qiynalsangiz, farzandingizdan yordam so'rang, lekin login, parol, bank kodi kabi maxfiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. 3-qadam, aniq nima so'rayotganingizni biling. Xodimga menga pensiyam bo'yicha hujjat kerak deb umumiy aytsangiz, ba'zan qaysi ma'lumotnoma kerakligi noaniq bo'lib qoladi. Men sizga shunday deyishni maslahat beraman. Menga pensiya oluvchi ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma va pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak. Agar siz hujjatni subsidiya, sanatoriy, bank, sud, mahalla yoki boshqa tashkilot uchun olayotgan bo'lsangiz, buni ham ayting. Chunki maqsadga qarab ma'lumotnoma shakli yoki mazmuni farq qilishi mumkin. 4-qadam, hujjatni olgan joyingizda tekshiring. Men bu qadamni juda muhim deb bilaman. Uyga kelib xato ko'rsangiz, yana qaytishingizga to'g'ri keladi. Hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, yashash manzili, pensiya turi, pensiya miqdori, berilgan sana, tashkilot nomi, mas'ul shaxs tasdig'i yoki elektron tekshiruv kodi borligini ko'ring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, xodimdan shu zahoti izoh so'rang. 5-qadam, hujjatning bir nechta nusxasini saqlang. Qog'oz hujjatni alohida papkaga qo'ying. Telefoningizda suratga olib qo'yish mumkin, lekin rasm sifati aniq bo'lsin. Agar PDF bo'lsa, uni farzandingizning telefoniga ham yuborib qo'yishingiz mumkin. Lekin shaxsiy ma'lumot borligini unutmang. Hammaga tarqatmang. Telegram guruhlarga, notanish odamlarga yordam beraman degan begona shaxslarga yuborish xavfli. 6-qadam, pensiya miqdori o'zgarsa, hujjatni yangilang. Har safar pensiya oshirilganda yoki qayta hisoblanganda eski ma'lumotnoma bilan yurish yaxshi emas. Ayniqsa siz yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki bank ishlariga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, yangi summa kerak bo'ladi. Masalan,
Sizning pensiyangiz 1 million 500 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mga oshgan bo'lsa, eski hujjat noto'g'ri tasavvur beradi. Bu arizangizga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam qarindoshlaringizga ham tushuntiring. Ko'p pensionerlar hujjat ishlari bilan shug'ullanishni yoqtirmaydi. Chunki navbat, transport, sog'liq, ko'zoynak, eshitish muammosi, internetdan foydalanmaslik kabi sabablar bor. Farzandlar esa ota-onam pensiya oladi-ku deb befarq bo'ladi. Men farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning hujjat papkasini bir marta ko'rib chiqing. Pasport muddati, pensiya hujjati, tibbiy hujjatlar, bank kartasi muddati, telefon raqami kimning nomida ekani, hammasini tartibga keltiring. Bu bir kunlik ish bo'lishi mumkin, lekin keyin katta muammolarning oldini oladi. 8-qadam, hech kimga pul berib tezlashtirishga shoshilmang. Rasmiy ma'lumotnomalar odatda belgilangan tartibda olinadi. Agar kimdir men tez qilib beraman, falon pul berasiz desa ehtiyot bo'ling. Avval rasmiy kanal orqali murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki elektron portal orqali olingan hujjat ishonchli bo'ladi. Notanish odam orqali olingan soxta yoki noto'g'ri hujjat keyin sizga zarar keltirishi mumkin. 9-qadam muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Masalan, pensiya miqdori noto'g'ri ko'rsatilgan, staj hisobga olinmagan, pensiya turi adashgan, hujjat berish cho'zilayotgan bo'lsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism otasining ismi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Menga pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman yoki pensiya miqdorim bo'yicha ma'lumotni tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. 10-qadam, hujjatni faqat kerak bo'lganda emas, oldindan tayyorlang. Eng katta xato shunda, odam hujjatni faqat oxirgi kuni izlaydi. Masalan, ariza topshirishning oxirgi muddati ertaga, bugun esa ma'lumotnoma yo'q yoki sanatoriy yo'llanmasi chiqib qolgan. Lekin hujjatlar to'liq emas. Yoki bank, sud, mahalla bir kun ichida hujjat so'raydi. Bunday shoshilishda xato ko'payadi. Oldindan tayyor bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz. Yana bir muhim maslahat. Agar sizning oilangizda yolg'iz yashaydigan pensioner bo'lsa, uning hujjatlari qayerda turishini yaqin qarindoshlardan kamida bittasi bilsin. Bu juda amaliy masala. Odam kasal bo'lib qolishi, shifoxonaga tushishi, tez yordam kerak bo'lishi mumkin. Shunda pasport, pensiya hujjati, tibbiy xulosa, dori ro'yxati, bank kartasi haqidagi ma'lumotlar izlab topilmasa, yaqinlar qiynaladi. Hujjatlarni tartib bilan saqlash bu faqat rasmiyatchilik emas, bu xavfsizlik masalasi. Aziz pensionerlar, bugungi gapning mazmuni juda aniq pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatni va pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani zudlik bilan tayyorlab qo'ying. Bu hujjatlar sizga subsidiya, yordam, davolanish, sanatoriy, bank, mahalla, sud, kommunal masalalar va boshqa ko'plab holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Eski hujjat bor deb xotirjam bo'lmang, ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, yangi ma'lumotnoma oling. Hujjatdagi ism, sana, summa va pensiya turini albatta tekshiring. Farzandlar esa ota-onasining hujjatlarini tartibga keltirishga yordam bersin. Chunki bu keyin hamma uchun yengillik bo'ladi. Sizdan iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizda pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma bormi? Oxirgi marta qachon olgansiz? Qaysi joyda sizdan bu hujjatni so'rashgan? Tajribangiz boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bitta vaqtida olingan hujjat ertangi katta muammoning oldini olishi mumkin.